Assalomu alaykum. Bugun 28-mart 2026-yil. Ro'paramizda Yulian uzumi. Buni o'tgan yili qalamcha shaklda ekkanman. Qalamchadan tomirlatib, mana ikkita shox o'sib chiqdi o'tgan yili. Mana bu yilgi holatni ko'ring. Yulian uzumi tanishib qo'yasiz. Mana har bitta kurtagida hosili bor. Mana ko'ryapsizmi? Har bitta kurtagida hosili bor. O'tgan yili qalamcha ekilgan. Bu yil mana sop turibdi. Mana har bitta chiqqan kurtagida hosil bor, ko'ryapsizmi? Shunaqa bir antiqa, o'ta hosildor Yulian uzumi. Bu meni fikrimcha Yulian Preobrazhenie uzumini yaxshilangan versiyasi. Buni genida rizamat va talisman uzumi bor. Bu gibrid forma hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta chiqqan kurtagida hosil. Mana ikkinchi shoxida ham mana. Ko'ryapsizmi? Har bittasida hosil bor. Ularni albatta hammasini qoldirib bo'lmaydi. Chunki nagruzka bo'ladi birinchi yiliga. Hammasini qoldiradigan bo'lsak, mana ushbu uzumni o'z hovlingizga ekishingizni tavsiya qilaman. Yaxshilangan versiyasi deganimda Preobrazheniyaga qaraganda bu uzum kasallikka chidamliroq, tomir sistemasi o'zini o'zi boqolaydi. Juda o'sishi yaxshi. Pishganda nim qizil tus oladi. Ta'mi juda ham yoqimli. Muskati yo'q. Yulian uzumi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.